endigina ilm olishga astoydil kirishgan vaqtlarim edi. Biz ilm oladigan maskanda To'lqinjon ota degan yoshlari anchagina katta bir otaxon bor edilar. O'rtamizda katta yosh farqimiz borligiga qaramay, u kishi bilan suhbatlashish maroqli edi. Kunlardan bir kun u kishi hayotlari davomida yuz bergan bir ibratli voqeani aytib bergandilar. Bu voqea barchamiz uchun yetarlicha ibrat bo'la oladi deb o'ylayman. Bu voqea sobiq ittifoq vaqtida To'lqinjon ota suv xo'jaligi idorasida ishlab yurgan kezlarida sodir bo'lgan ekan. Bir kuni 4-5 nafar xodim ishxonada osh qilib yeyishmoqchi bo'lishibdi. Masalliqlar tayyorlanib qozonga solinibdi. Taom damlanayotgan vaqtda idora rahbari qozon oldiga kelib, "Qanaqa guruch tanladinglar?" deb so'radilar. Shunda To'lqinjon ota, "Ha, endi siz aytgandek devzira guruch, qo'y yog'i, qo'y go'shtiga-da" deb javob berib, shunda rahbar, "Ha, unda bugun bir mazza qilib, qo'l bola palov yer ekanmiz-da, To'lqinjon." Shunda To'lqinjon ota, "Xudo xohlasa albatta yeymiz" deb javob beribdi. Rahbar, "Qiziqmisiz To'lqinjon? O'zimizni qo'limizdagi tayyor taom bo'lsa, uni ustiga tayyor ham bo'lib qoldi. Xudo xohlasa ham yeymiz, xohlamasa ham yeymiz" debdi. Rahbar o'zi musulmon bo'lsa ham islomni yaxshi tushunmaydigan odamligini bilgan To'lqinjon ota unga bunaqa narsalarni tushuntirish befoydaligini sezib indamadilar. Biroz o'tib taom tayyor bo'lib, dasturxonga tortilibdi. Xuddi shu vaqt idora telefoni jiringlab, rahbarni zudlik bilan majlisga chaqirib qolishibdi. Xodimlarni "Hay, hech bo'lmasa bir qoshiq yeb keting" deyishlariga qaramay rahbar yo'lga otlanibdi. Rahbar ketganidan so'ng xodimlar "Har holda bu odam bizni boshlig'imiz, oshdan unga ham nasiba olib qo'yaylik" deb oshni bir qismini olib qo'yishgach mazza qilib o'zlari pishirgan taomni tanovvul qilishibdi. Ish vaqti tugasa ham rahbarlari qaytavermagach, oralaridan bittalari unga deb olib qo'yilgan oshni uni uyiga olib borib beradigan bo'lishibdi. Xullas, osh rahbarni uyiga yetkazilibdi, lekin o'sha vaqtda u hali majlisdan qaytmagan edi. Kech tushgach rahbar och va charchagan holda uyga kirib kelibdi. Ayoli shosha-pisha o'zi tayyorlagan taomdan keltiribdi. Rahbar bo'lsa, ishxonadagi xodimlar boyagi oshdan sizni nasibangizni uyingizga olib borib berdik deyishgandi. O'shani olib kel debdi. Shunda ayoli tomonidan berilgan quyidagi javob uni karaxt ahvolga solib qo'yibdi. Siz rahbar odam bo'lsangiz, har kuni ko'cha-ko'yda yoki maishatlarda osh yeb yurasiz. Bir xil taom me'dangizga tekkandir deb uni bolalaringizga berib sizga yengil ovqat tayyorlagan edim dedi. Shunda rahbarni ko'z oldi qorong'ulashib, miyasida birgina gap, ya'ni o'zini boyagi Xudo xohlasa ham yeymiz, xohlamasa ham yeymiz degan gapi aylanaverardi. Allohning iznisiz hattoki bir yaproq ham o'z joyidan qimirlamaydi.